Feruza Normatovaning kundoshi Shahlo Salayeva yig'lab gapirdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yaqindagina 15-oktyabr kuni bloger va aktrisa Feruza Normatova MMA jangchisi xorazmlik Olloyorga turmushga chiqdi. Xabaringiz bor, Olloyorning bir emas 3 ta xotini va 2 ta farzandi bo'lgan. Feruza Normatova esa 4-xotin bo'lib turmushga chiqdi degan mishmishlar kun sayin ko'paymoqda. Feruza Normatova va Olloyorning to'yi kuni uning birinchi turmush o'rtog'i, ya'ni xorazmlik artist Feruzaning kundoshi Shahlo Salayeva yig'lab istoriya videolar qo'ydi. Bundan so'ng gap so'zlar ko'paygandan so'ng kechagina intervyu bergan Shahlo Salayeva shunday deydi: "Men hech ham jabrdiyda emasman. Mening hayotimda bunday kunlar o'tib ketgan. Allaqachon o'tkazdim. Men bu kunlarni o'tkazgan vaqtimda homilador edim. Ya'ni farzandim bilan birga edik. Bizni tashlab ketgan Olloyor yana boshqa ayollar bilan turmush qurdi va ular bilan ham farzandli bo'lmoqda. Bugungi kun to'y kunlari mening armonim yoki jabrdiyda kunlarim emas. Ular 1 yil avval o'tib ketgandi", deydi u bu so'zlarga qarata. Feruza Normatova esa har kunlik istoriya va Instagram tarmoqdagi videolar orqali Xorazm urf-odatlari va birinchi kelin salomlar haqida videolar joylamoqda. Bular juda ham xalq uchun qiziq bo'lmoqda deb xursand bo'la gapirmoqda. Ya'ni u ularni atigi istoriyasini ham 1 milliondan ko'p bo'lgan odamlar kuzatayotganini, har kunlik videolari millionlar prosmotr olayotgani haqida xursand bo'lib gapirib o'tdi. "Men eng baxtli kelinman. Olloyor bilan birgalikda qurgan turmushimizdan juda ham mamnunman. Meni xorazmliklar iliq kutib olishdi. Men ulardan minnatdorman. Qaynonam esa kun sayin men bilan til topishib ketmoqdalar", deya o'z so'zlarini davom ettirdi Feruza Normatova. Feruza Normatova to'yiga 50 dan ortiq san'atkorlar va blogerlar tashrif buyurdi. Ular ham Feruza Normatova to'yidan video lavhalarni Instagram tarmoqlariga joylab bormoqda. Qani ko'raylikchi, videolarning oxirida nima bo'ladi? Feruza Normatova 2 oilani buzib 2 bolani yetim qilgan ayol sifatida ko'pchilik aytayotgan bo'lsa, yana ko'pchilik Feruza Normatovaga baxt va omad tilamoqda. Sizning fikringiz qanday? Videoning oxirini ko'rish uchun video oxirida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.